O'zbekistondagi eng qo'rqinchli va borsa kelmas joy. Birinchi qism. Aynan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegarada joylashgan bu hududlar O'rta dengiz, ya'ni Qoraqalpog'iston hududiga tegishli bo'lib, suv qurigani sabab borsa kelmas joyga aylangan. Bu orolning siri shundaki, bu yerga tashrif buyurgan 70% odamlar qaytib kelmagan. Hattoki u yerning ma'lum bir hududlarida vaqt juda ham sekin harakatlanadi. 1980-yillarda ikki mahbus borsa kelmas vodiysiga yashirinishadi va 3 oydan so'ng ochlik tufayli o'z shaharlariga qaytib kelishadi va o'zlarini hukumatga topshirmoqchi bo'lganida ularga hech kim ishonmaydi. Sababi u qochoqlarni 33 yil oldin o'lib ketdi degan mishmishlar yurar edi. Bundan kelib chiqadiki, mahbuslar o'tkazgan 3 oy borsa kelmas orolining tashqarisida 33 yilga teng bo'lgan.